Assalamualaikum arzuyum ikinci karar haqlıq tam pişiriq salonidagi barliq xonimlar. Bugun o'tilgan darsimiz birinchiga mush O'zbekistondagi qozon nini bo'lib hisoblanadi. Bunun ketilgan materiallar bo'lsa, mau 3 dona tuxum, undan keyin mushu qo'shiqda bir choy qo'shig'ida 2 qo'shiq shakar, 1 qo'shiq soda, 1 qo'shiq tuz xonimlar. Undan keyin manadek tomoq qo'shig'ida 3 tomoq qo'shiq suyağı, 50 gram ilman su, 500 gram ilman süt, 300 gram un. Muş materyala ketidi hanımlar. Oldu bilen biz bu 3 tane tuxumni bir qacha chiqib olgandan bu qachimizga bu 2 qo'shiq şeker, tuz, mavi sodani töküp bunu qo'l chalg'ich bilan aralashtiramiz. Bunun üstüne mavi 50 gram su ve bunu 3 tomoq qo'shiq sumaya, yani 30 gram sumayını koyup bunun hamısını aralashtiramiz hanımlar. Muş qo'l chalg'ichimiz bilan aralashtiramiz. Bunu araştırış jarayonida mush qo'l chalg'ichimiz bilan şeker, tuz, sodalan pak eritib olgandan keyin mushunday holatda undan keyin biz 500 gram sütimizniki 200 gram sütni qo'yamiz. Mananga hamısını qo'yatmaymiz. 200 gram sütni qo'yib, bunu aralashtirib olgandan keyin bunun ustiga boyiqi unimizni tasqab turib tökimiz ustiga. Mana biz mushu unimizni 300 gram unimizni hamısını mushu qachimizga tasqab turib hamısını tushirib olib aralashtiramiz hanımlar. Bunu tasqab tushirib olgandan keyin buningdek paloqlarimiz bilan aralashtiramiz. Aralashtirib buni mushu xamir holat ekilmiz. Buni aralashtiramiz. Mana biz xamirimizni aralashtirib, sutning yarmini qo'yib, aralashtirib mush holatga kelgan chaqda bu un bilan toza yaxshi aralashib oldi. Mushunaq suyuq xamir bo'ldi bu. Undan keyin buni ustiga qolgan sutimizniki yarmini qo'yib aralashtiramiz hanımlar. 500 gram sütimiz hamısını qo'yib bunu aralashtirib suyuq bir xamir holatga kelamiz. Biz bana mushundaq suyuq holat ekib oldik. Biroqla sutni qo'yib olsak, unimiz gada-guduz bo'lib qoldi. Shuning uchun yarmini qo'yib, yaxshi chavolgandan keyin qolgan sutning yarmini qo'yib aralashtirsak, suyuqligimiz shunchalik yaxshi chiqadi hanımlar. Endi buni pishirish bosqichiga o'tsak bo'ldi. Endi biz mushu aralashimizni mushundaq suyuq holat ekib olgandan keyin buni qozonni maylab turib, mushu bir sapliqdan qo'yib turib pishirib olamiz hanımlar. Tigi tuz bo'lgan bir qozonimizni mushu palpishlerimizdan yordamida maylab olamiz hanımlar. Bir qur maylab chiqdik. Endi buningga bir sapliq aralashmani qo'yib yeyitib pishirib olamiz. Biz maylab olgan qozonimizga bir cho'mish abayqi suyuqligimizni tuxum aralashmasini tökdük. Töküp bunu tekşi muş çölleriga yeyitimiz hanımlar. Tekşi çölleriga yeyitib olgandan keyin bunu muvaffaq o'tning temperaturasini muvaffaq qizitib, ostini ustini sarg'aytib, elib pishirib olsak bo'ldi. Bunun aslına kaçışkan hamon unda örüp alt üstünü sargaytıp avamız hanımlar. Bunu her bir katım pişağıcan, bir katımdan maylap çıkımız hanımlar. Her bir katım pişağıcan muşu pelküşümüzge mayını evelip durup tekşi maylı edip anlayken pişirimiz. Bunu pişiriş jarayonida çoğun mushu o'tning temperaturasini tuvan holatga ekib qo'yib pishiramiz hanımlar. Ve kichik bo'lib ketsa, mushu o'timizning temperaturasi kuyib ketishi mumkin hanımlar. Shuning uchun shu nuqtalarda diqqat qilib pishirib olsak bo'ldi. Shunda qizargan hamonlar buni ikki tarafini qizartib olsak bo'ldi qizlar. Pishirib oldik.
Endi biz bu pöşkelerimizni pişirip algandan keyin bununla manadek bölcürgenin murabısının muvaffaq miqdarda elep meylidik hanımlar. Her kim özününki yaxşı görüşü yazasan murabba, süzme, muş katıqlarını meylap istimal qısı buldu. Endi bunu çıraylı qatlap yesek buldu hanımlar.